Xushba. Hurmatli aziz obunachilar, Urganchdagi tabrikimiz yakunlab, Xudo xolasa o'zlarimiz jannatimizga yetib keldik. Ya'ni Tegandamiz Gulshanda mahallasida. Bugun Barnab akamizni 47 yoshga kirganlar munosabati bilan barcha farzandlar nomidan, barcha yaqinlar nomidan tabriklab xursand qilamiz. O'zlaringiz ko'rib turganlaringizning farzandlar tomonidan tayyorlangan onajon dekoratsiyasini taklif qilamiz. Birinchi galda Sadatjon qizlari nomidan, katta qizlar. Qolaversa o'g'illar Islomboy og'amning nomidan, Sahiba qizlari nomidan, Ruslanbek og'alarimizning nomidan yurakdan tabriklaymiz. Gelinlar ham tabriklaverdilar. Bular Rossiyada ekanlar. Shonda bo'lishlariga qaramasdan bugun onajonlarini tabriklab turdilar. Ya'ni Gular akam, Geylar O'ktanboy og'am, barcha xolajonlarimiz, opa-singillarimiz, ammajonlar, ovsullar nomidan tabriklaymiz. Xursand qilamiz. Sizlarga do'kon sog'lom tashlaymiz. Telefon qo'yamiz. Izlashdan boshlaymiz. Mehribonim ona, beazorim ona, beruborim onajonim ona. Avvalambor assalomu alaykum Barnabga. Bugungi tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz sizni. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa bir qarsaklab bo'lsin. Kulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, boshim toshga tekkanda chekkanimda nadomat, Tangridan ertayu kech so'ragan menga omad. Ona, duolaringiz sabab omad quchog'im ochib, davronim keldi, yo'qchiliklar qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimdan nurlar sochib, onam onam onam. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. İçim turib aytdim-da gapning xonasi, bunchalarim mort bo'lar odam bolasi, eng vahshiy inson ham dod faryod qilib yig'larkan hayotdan o'tsa onasi. Mehrning narxi yo'q, do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota onangga kelmaskan maloli, bu dunyoda jannatim omon bo'lsin jon. Tarona.net show biznes olami. Rahmat. Aziz mehmonlar, avvalambor assalomu alaykum. Hamma ammalaringizga xayrli kech. Yoqimli kayfiyat tilaymiz. Bugun biz Hamdam bloger jamoasi mana shunday chiroyli, fayzli, muhtasham xonadonga kelishimizdan asl maqsad bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini, ya'ni yoshlarına yosh qo'shilgan kunlarini nishonlab turgan Barnabga sizni tabriklash uchun keldik. Bugungi 47 mi 17 mi? 17 yoshingiz bilan tabriklaymiz. Azizlar, qo'llaringiz bo'sh bo'lsa bir qarsaklab bo'lsin endi. Jon bolam saqlamadim ham. Salomat bo'lg'aysiz. Barnabga tanajoningiz sog' bo'lsin. Yuzlari giring. Ilohim 50 yosh bo'lay to'ylaringizni, oltin to'ylaringizni nishonlash farzandlaringizga nasib etsin. Sultonboyam bilan birgalikda qo'sha qarg'aysiz. Farzandlarning rohatini ko'rgaysiz. Bugun sizni barcha farzandlaringizni nomidan tabriklash uchun keldik. Birinchi galda katta qizingiz Saodatjon akamning nomidan tabriklayman. Qolaversa izlaridan Islomboy o'g'lingizni nomidan tabriklayman. Alohida tashkilotchi bo'ladi. Izlaridan Sahibaxon qizingizni, Ruslanbek o'g'lingizni. Endi Islomboy ham bilan Ruslanbek ham o'zlar Rossiyada ekanlar. Shonda bo'lishlariga qaramasdan galiningiz bilan birga Gular akam uchalasi. Shonda bo'lishlariga qaramasdan kameramizda ko'rib turibdilar shu jarayonni. Alohida bugun bu kunni ko'pdan kutdilar.
kutgan gününe yetdilar. İnşallah keyingi sürprizda umra safarlaridan yo'llanma bo'lsin. Birgalikda shu Sultonboyam bilan bir-birlaringizni qo'llaringizni mahkam ushlab shu umra safarlarini inshaalloh katta hajlara borisham nasib qilsin. Sizni tabriklaymiz. Gevingizni aytmasak bo'lmaydi. Gev emas bu. Albatta o'g'lingiz O'ktonboyga alohida tabriklab turibdilar. Shu qatorda barcha xalajonlarimiz, Nigora xolam, Havojon, Aqljon xolalarimizni nomidan tabriklayman. Nigora xola yaningizda. Ikkala xolamiz qistanib ketib qoldilar. Erta videomizni ko'rib ko'nadilar. Alohida shular nomidan tabriklaymiz. Sevimli ammajonlar bor. Xalqimizda chiroyli bir naql bor. Amma keldi, hamma keldi dedilar. Ilohim shu ammalarimiz sog' bo'lsin. Muyassar amma, shudava. Alohida Muyassar ammamni, To'xtajon ammamni, Dilfuzaxon ammamizning nomidan tabriklaymiz. Avsullaringiz Halima, O'g'iljon, Nigaraxon avsullaringizning nomidan tabriklaymiz. Adi chiqqan, chiqmaykan, Yulduzay, Gulbahor akalarimiz hammamizlar adi chiqqan, chiqmaykan barcha yaqinlar nomidan tabriklab qolamiz. Barcha beyiklar xolla nomidan ko'ngillar bayna chetdan kuzatib turibdilar hammalari. Endi yaningizga umr yo'ldoshingizni taklif qilamiz. Umr yo'ldoshingizni ham tabriklab qo'yishlari mumkin. Bugungi yaxshim bilan ularni ham tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Birgalikda Xudo xolasa yuzlariga kiringlar. Sultonboyga shu musofirda yurgan Islom og'am, Ruslan og'amiz ishlarini omadini bersin. Bugun shunday deb sizlarni siylabdilar ayna. Sovg'ani katta kichisi bo'lmaydi, ozi ko'pi bo'lmaydi. Chiroyli bir surpriz etib sahna bezaklar bilan birgalikda chiroyli torta bilan tabriklab turdilar. Shuni o'zi bir katta bir baxt. Ilohim ular ham shunday farzandlarimdan qaysin shunday gullarni ko'rib o'tirsinlar. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Men peshroq ikkala o'g'lingiz bilan gaplashib qoldim telefonda. Islom og'am bilan Ruslan og'am aytdilar, bugun Hamdambek oilamizda quvonchli shodiyona bayram. Opamni 18 yoshda to'lgan kuni. Biz o'zlarimiz bora olmayacakmiz. Lekin juda ham sog'indik. O'zi borishimiz kerak edi, yollarni durishimiz kerak edi. Yuzlaridan o'pib, mahkam quchoqlab, hidlarni to'yib tabriklash niyatimiz bor edi. Indiki safar Xudo xolasa. Opam akam xafa bo'lmasinlar, bizani vaqtimiz sog' bo'lsinlar. Chunki akam haligacha yosh. Opam bilan birgalikda shu bizani katta qilamiz deb hayotni na mashaqqatlarini boshlaridan o'tkazmadilar. Haligacha tilim bilmaydilar. Bizani katta etganlari yetmaganini bizani farzandlarimizni katta qilib turdilar. Bularning olijanob inson dunyoda bo'lmasa kerak. Hamda lekin to'g'ri hammani opasi o'zi uchun yaxshi. Hamma opasini yaxshi ko'radi. Bizlar ham dim yaxshi ko'ramiz. Bizlar faxrlanamiz shunday opamiz borligidan. Chunki hech navga xorziratmadi opam bilan akam. O'zlarini halol minnatlarning arkasidan bizani katta etdilar. Shu darajaga yetkazdilar. Endi Xudo xolasa o'rni olmashidan vaqtlar keldi, joy olmashidan vaqtlar keldi. Bundan biza minnat etamiz, biza harakat qilamiz. Bizani orqamizdan rohat ko'rib o'tirsin dedilar. Alohida sizni tabrikladilar. Farzandlaringiz chin yurakdan, chin qalbdan. Ilohim shularni rohatini ko'rib o'tirgaysiz. Sog' omon bo'lgin. Shu Gulshanda mahallasida istiqomat qiluvchi barcha ko'ngilchilar, chiqonlaringiz, qarindosh to'g'onlaringiz nomidan yana bir bor tabriklab qolamiz sizni. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Endi shida hammalarimiz bor, xalajonlarimiz bor, og'alarimiz bor, otalarimiz bor. Mikrofonni bersak tabriklasalar. Birinchi galda ammalari hay? Ha, doyla. Shunday nang? Qaynaqalar. Assalomu alaykum. Nega yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Bugungi so'rovlarda bo'lib turgan yaxshi kun bilan. Tabriklab qo'yasiz galingiz endi. Marhamat. Rahmat Hamdambek. Mana shu gelinimizni doğulan gün ekan. Hemşehrim uzak olsun. Ukam bilan denk qarashdilar. Adimiz. Saferde bolalarımızdan sağlamayın. Bağrına qaytib gelsinler. İşte toyun etib oturuş nasip etsin. Rahmet. Söz beyleriniz için. Salomat bo'lasiz. Katta rahmat ağa. Qani marhamatli og'alarimiz. Birin-ketin tabriklaydilar. Yaxshi, sağlık, salomatlik yurtimizda inşallah yana Bernabé'nin doğan günü ekan tabriklaymiz. Sultan bilan denk qaraysinlar. 100 yaşa gelsinler, bağlarını her yerine görüp Ruslan Bey'den öğretilen düşünü katta to'ylar etib o'tirmak nasip etsin. Yurtimiz tinch olsun. Hamisha kanalda to'y olsun. Tabriklaymiz.
100 yaşa girince denk karışın. Ballarımızı oynatkendan çünkü oturmak hem ağrıyalar, doğallar geliyor. Sağ olsun, salamatız, yurtumuz tinç olsun. Gelirimiz Bernardo olan güneyge şu ağalarından karışıp ömürler uzak olsun. Şu bağlara baktılar sağlığıyla amarsa gelip sınır borularından ermemiz bir yerlik duralım. Tebrikliğimiz ağaya Bernardo. Sözler yerler için. Güneşi geldiğimizde doğulan güneyken tebrikliğimiz Allah'ın Sultan Bayır'ın denk karışsınlar. Şu balığın baktığına sağ olsunlar. Şu balığın tuğlarından hiç kim kadardan kendimin şu balığın baktığına taktığına şöyle oturmak nasip etsin. Yani bir bak tebrikliğimiz bir kere. Sağ olun. Ömrü uzak olsun. Yine şu Sultan Bayır'ın koşa karısınlar, şu balığın tuğlayla değil. Şu yakşı günler şimdi 100 yaşlara girinler. Rahmat, salomat bo'linglar. Niyatlar, tilaklar uchun katta rahmat. Ilohim bildirgan niyatlaringiz o'zlaringizni, hamrohlaringiz, yo'ldoshlaringiz bo'lsin. Sizlar ham yuzlardan o'tiringlar. Katta rahmat. Endi ammalarimiz, xolajonlarimiz buylar, hammalari tabriklaydilar. Marhamat. Tabriklab qo'yasiz. Yine ben Oğuzhan'ımda olgan güneyken ben seni tebrikliyim. Ömrün uzak olsun, Sultan Bayır'ın denk karış. Aktık çoluklarını sanını bilmeyin. Şaktık bayı, çoluk bayı olup oturgaysan. Ballarına mama sakına işlep gelip, Ruslan Bek'in toyunu etip, şu imaretlerden toy etiş, Roza'yı nasip eylesin. Hem o şu kanadına toy dep geleli, toydan başınız çıkmasın. Hem o söyleşip oturalı. Rahmet söz vergeniniz için. Bernardo olan günün bilen tebrikliyim. Kudayım 100 yaşlara gireysen. Ülken bilen den yaşaşkaysan. Balların rakatını göreysen. Ruslan Bekem toy etip hem vaqt tapkalların yaxşı güllere buyursun. Bernardo tebrikliyim. Doğulan günün bilen 100 yaşlara gireysen. Sultan bilen denk karışıp akıpçılıklarını sanırını tutuyorsan. Rusçulara mamasa gey, Ruslan Bek balaman toylan etip sağ-sama aman oturgayım. Rahmet. Rahmat, bejalla salomat bo'linglar. Niyatlar, tilaklar uchun katta rahmat. Endi so'z xolajon sizga. Marhamat, opayingiz tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Mesela ülkecanın 100 yaşlara gireysen, Atcan bilen den yaşaşkaysan, aktıklarını sağlana bilmeyi, çolaşıyıp bak olmayı oturuvergeysen. Bernardo tebrikliyim. Ömrün uzak olgay, Sultan Bayır bilen den yaşaşkaysan. Her cibaba bulup oturuş nasip etgey. Ruslan Bek'in toyundan işinde oturuş nasip etgey ömrünüze. Ömrün uzak olsun. Tebrikliyimiz 100 yaşlara gir, şu ağayan bilen denk karışıp, Hacı baba, hacı mama bulup yürüyüşler Huday menne. Şu ballarla tapkalları yakşı günlerine buyurup, oynap gülüp dolup taşıyıp, geyle toy etip, oynap gülüp yürüyemiz Huday. Bir qarsaklar bo'lsin. Hammajon, xolajon rahmat. Sog' bo'ling. Hamisha shunday kundan boshingiz chiqmasin. Sog'-omon bo'lasiz. Endi ruxsatlaringiz bilan mikrofonni tezlarına beramiz. Qani marhamat, birin ketin. Tilaklarni niyatini yo'llaysizlar, marhamat. Apama uzak ömür tileymen, eken bilen denk karışsınlar. Xudo xolasa keyingi shu yaxshi günümüz hajdan kelganda katta sadaqa berib o'tirish bo'lsin. Hacı ata bo'lib o'tirish nasib etsin. Eken bilen denk karışsınlar. Tebriklayman apa. Apa tebrikliyim. 100 yaşlara girin. Rahmat. Marhamat, endi o'g'illaringiz tabriklaydilar. Telefonda ko'rib turadilar shu jarayonni.
telefon qilib bersangizlar, ular ham bir og'iz tabriklab qo'ysalar. Shungacha ular efirga chiqquncha umr yo'ldashingizdan tabrik eshitamiz. Qolaversa o'g'illaringizga hamma shu ishlarni tashkil etgan yaqinlari rahmatlar yo'llashimiz mumkin. Marhamat. Tabriklayman. Yo'ling uzoq bo'lsin. Shu bolalarni baxtidan joni sog' bo'lsin. Bolalarimizni sog'omon ishlab kelsinlar. Shu kichkina bolamizdan to'ynatib o'tirish nasib etki, shu baxtimizga yana sog' bo'lsin. Ilohim, rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Ilohim shuning jo'shqinlik tark qilmasin sizlarni yil davomida. Endi Ruslanbek o'g'illaringiz tabriklab qo'yacak. Ruslanbek do'stimiz. Qani Ruslanbek, marhamat, mikrofonni sizga beramiz, tabriklab qo'yasiz, marhamat. Onajonam tabriklagan yildan Giring, biz kapısının baktığımızda gemlerinden sağlamak olur da sağlamak cümama bol bir geçti. Temeller uzak olsun. Günahına bilmezsin. Rahmet, sen sağlamı işlep giysen balam. Dolup taşıp giysen. Rahmet balam, dolup taşıp giysen, sağlama işlep giysen. Vaktıma sağlama yürüyüsle Hudayım. Rahmat, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Bir qarsaklab bo'lsin Ruslanbek uchun. Ruslanbek, og'alarim, ilohim shu qarsaklar sizlar uchun sog'omon bo'linglar, ishlaringiz omadini bersin. Xuddi shu joyga galillarni chirib o'tirgaysizlar. Galil salom olib, Xudo xolasa. Marhamat. Endi marhamat, birin-ketin boramiz. Marhamat. Birna uzak ömür dileymen, Sultan Bayılar'dan karışkıysan 100 yaşlara giriysen. Hem o şimdi gününe geleli. Kımmat ağzı çiğde. Birna doğan gününden tebrikliyim. Sultan bilen 100 yaşlara girip ballarının Ruslan ben toyunu görüp oturuşlar nasip etki Hudayım. Hemmemize aktık çoluklarını söyleyip oturgaysılar, sanını vurmayaysılar, çolaşı iyi oturgaysılar. Bir de kızlar merhaba. Bir doğan gününüz bilen tebrikliyim. 100 yaşlara giriyiz. Ağam bilen den yaşap, den karışıp şu ballarının rahatını görüp oturuş nasip etki. Ömrünüz uzak olsun. Rahmat, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Endi marhamat. Hozir shu joyda tort kesat ekanmiz. Qizlaringiz iltimoslari bo'yicha bir yarakda Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qani marhamat, xorazmcha qo'shiqlarimiz keyin davom qiladi. Qani marhamat. Qabul bo'lasiz. Birgalikda umr yo'ldoshingiz bilan chiroyli tortni kesasiz va farzandlaringiz sizlar yedirib qo'yadilar. Farzandlaringizning nomidan she'r bo'ladi. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men bayrami savobimni ular uchun, jannatlarda o'zga tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka-yu Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomini solib boray. Ular uchun men borimni fido qilay. Yulduz, oysiz falak emas. Ota-onamsiz kirsak bizga jannat kerak emas. Farzandlaringiz chiroyli she'rlar bilan sizlarni tabrikladilar. Alohida tabriklaymiz farzandlaringizning nomidan. Qani marhamat, endi xorazmcha qo'shiqlarimiz davom qiladi. O'ynab ko'ramiz. Marhamat. Faqat eldiki studio.uz portali.
to'yni